Ideal brendi har yili o'z tajribasi va texnika bozoridagi imkoniyatlarni oshirib kelmoqda. Yil so'ngida xaridorlar uchun yangi model chiqarishni odat qilgan Ideal brendi bugun sizlarga gaz plitasining yangi modelini taqdim qiladi. Bu model to'liq sensorli bo'lib, uning ustiga plitalar ikki xil tizimda ishlaydi. Birinchisi Induction Booster. Bu induksion plitalardagi maxsus funksiya bo'lib, quvvatni vaqtincha oshirish rejimini aytadi. Bu funksiya yordamida plitaning bir konforkasiga qo'shimcha energiya beriladi. Natijada suv yoki taom ancha tez qaynaydi yoki pishadi. Ikkinchidan, Highlight. Bu induksion emas, balki elektrli shisha keramik plitalardagi isitish tizimi. Bu issiqlikni lenta shaklidagi spiral element hosil qiladi. U tok berilishi bilan birdaniga qiziydi va issiqlikni shisha orqali idishga uzatadi. Qurilma qora ranglarda bo'lib, har qanday oshxona dizayniga mos tushadi. Agarda siz bolalar xavfsizligi haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, qurilmada bloklash funksiyasi ham bor. Hozircha yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Ideal. Bu hali boshlanishi. Ideal sifat va ishonchlilik kafolati.